Assalomu alaykum, dunyoning har qaysi joylarida yashayotgan aziz vatandoshlar. Uyg'ur harakati tashkilotining bilim kuch qarorlik to'r suhbatining 3-qatimli suhbatiga xush keldinglar. Men Mukarram Qurbon, avval hammanglarga chin yurakdan salom yo'llayman. Bugun biz bilan aktiv faoliyatchi, jasur, jangovar, qo'rqmas, fidokor, oilasining kuchli qo'llashi, o'zining shaxsiy imkoniyatining yor berishi bilan to'xtamay faoliyat olib berayotgan hamda Dünya Uyghur Qurultayı bo'lsin, Kanada Sharq Turkiston jamiyati va Uyg'ur harakati tashkiloti va boshqa barliq tashkilotlarni qo'llash orqali o'zi to'xtamay faoliyat qilib kelayotgan. Men nurg'un medialarga chiqqan. İş faoliyatlari xabarlarda nurg'un qitim berilgan. Hamda Kanada Uyg'ur jamoatchiligi va dunyo Uyg'ur jamoatchiligiga tanishlik bo'lgan Tunisagul Masjidiq Chira bugungi suhbatimizda biz bilan birga. Hürmetli Tunisagul Masjidi Hanım, bugünkü söhbetimizge hoş geldiniz. Rahmet, meni bugün ziyaret kılıp təklif qılğanlarga rahmet. Avval özünüzü tanıştırgan bolsanız, kaçan Kanada'ya geldiniz, qanday aileniz, bu dava işini qanday elib bardınız, üç doğruq biz bilan bir ortaklaşgan bolsanız. Buldu. Mening ismim Tunisa Masjidiq Chira, mushu Kanadada qo'llangan qonunliq ismimni dey. Keynidagi bu Chira degan ism ko'pchilik nemishga Chira deb qoldi deb o'ylab qolish mumkin. Bizning vatanimiz Sharqiy Turkistonning mushu Xotan viloyatining bir Chatyaqa noyisining ismi Chira, Chira noyisi. Biz mushu farzandlarimizni hamda mushu chet elda yashagandan keyin mushu ismni biz aşu Sharqiy Turkistondan kelganimizni unutib qolmasin deb biz bu ismni oila ismi, family name qatorida qo'llandik. Men oilam bilan bu yerga yo'ldoshim, farzandim bilan 6-yili 3-oyning oxirida Kanadaning Vancouver shahriga kelgan. Shu kelgandan buyon 2007-yili 4-oyda biz Kanada'da mushu Vancouver şehrinde bütün Uygurlar yığılıp Vancouver Uyghur Cultural Society yani Vancouver Uyghur Medeniyet Merkezi'ni kurduk. Köpçülük meni şu vaqtida mushu jamiyatninki reisi qilib sayladı. Şu saylangandan başlap ta ki men mushu qo'shguzak farzandimga ig'ir qat bo'lguncha mushu jamiyatninki reislik xizmatini ustiga oldim. Ko'pchilikning qo'llashi, yordamda bo'lishi bilan biz yaxshi obdan faoliyatlarni qildik shu vaqtlarda. Mushu Vancouverdagi Vancouver Community College deb ataymiz. Mushu maktabninki nursing program, ya'ni sistralik kasbida o'qib, sistralikni tutkizdim. Ya'ni Vancouverdagi qarindoshlarninki qo'llashi, bir sepda turib mingshi köpçülük qarindoshlarninki mushu qo'llashi orqasida hamda qanchalik qo'limizdan kelsa Vancouverdagilar shunchalik qilyapmiz. Demak siz Kanadaga kelgan kundan boshlab yana bir mezgil urilish bo'lgandan boshlab yana shu vatan millat davosi ishini boshlagan ekansiz. Nurg'un tashkilotlar bilan, mayli cho'ng tashkilot bo'lsin, kichik tashkilot bo'lsin, ashlar davoyimizni anlatimiz, musulmon davlatlar bo'lsin, davoyimizni anlatimiz deb ashlar tirishib keldingiz. Buni Vancouverdagi shu qarindoshlardan anladik. Bu shu jarayonda siz 2018-yili 12-oyning 19-20-21 kunlari bo'lsa kerak, xalqaro musulmonlarning Torontoda o'rlashtirgan RIST deydi, inglizcha, uyg'urcha İslam ruhini urg'utish yoki islom ruhini jonlantirish degan cho'ng tipdagi bir yig'inga taklif bilan qatnashdingiz. Shu sahnada o'rin oldingiz. Bütün shu qatnashuvchilarning ta'sirlantirgan bir so'z bayonot berdingiz. Mush to'g'riliq mushun jarayonlarni so'zlab bergan bo'lsangiz, qanday ular bilan aloqa qildingiz? Chunki bu bizning Kanada jamiyatimizning Kanadadami tunji qatimqi bir faoliyat deb bilaman. Mush to'g'riliq ozroq bir so'zlab bergan bo'lsangiz. Bo'ldi, rahmat. Mushu 2018-yilning 5-ida biz mushu dunyoning har qaysi joylaridagi ayollar
Şu Roşa Abbas Hanım'ınki yetekleşi, grubu kılıp kuruşu bilen bir avaz, bir kadem topunu teşkillep. Şunundan başlap hem de şu vatanimizdeki kırgınçılık münasebetlik bizimki xalqaradaki davalarımız şunun bilen texim ucallandı dep qarayma bu əməliyyat. Şunundan başlap hem de Vancouver'da ben asaslıkım şu bolğan mesela 3. ayının 15. günü tuncu qatımlıq bir avaz bir qədəmdən ki namayişini biz Vancouver'da şu United Nation'ın Birleşken Devletler Teşkilatı'nın bir yığın açıb atqan bir mehmanxanasının olduda namayiş qıldıq. 4. ayda namayiş qıldıq. 7. ayının 5. günü namayiş qıldıq. Şu aralıqdaki təşkillər köpçülüknün qollaşı bilen şundaq yaxşı neticelerge erişdik dep qarayma. Ondan başka şu namayişten başka bizniki Richmond, şu Vancouver'da deydiğen bir şehir var. Bu şehirde hem de asaslıkla Xitayla yığılıp bir yerge toplaşıp yaşayan naiti milletçi işlerimi şu Xitay'nın ki zavutları degende şu yerde. Hem de şu Richmond'unki şu vaxtıda bu 2018 yılı 8. 9. ay mezgilde Richmond'da Gauhua dep bir Xitay bu Xitay aynı vaxtıda şu Vancouver CBC News'a da sözlep şu Xitayda bulup atkan Human Rights şu insan haklarına nispeten nayet yaxşı bolmagan sözlerini qıldı. Hem özü şu vaxtıdaki şu Richmond şəhərininki şəhər başlıqlıq namzatıda idi bu Xitay. Bu diğer vaxtıda bu Cungo'da hiç qandaq bir insan hukukuğa dəxil qıldığı hiç qandaq iş yok. Özü şu neçə il Kanadada turub, Kanadada yaşap durub, hiç qandaq bir həqiqətini qubul qılmağını bunun nispeten cık maqalalar boldu. Minimum nayet bir yaram kıldı. Ben bu vaxtda azraq izin research qılıb qarasam bu Xitay şu vaxtada mayorluq namzatı diken. Ben bir kısım bizim şəhərki yaşlarının yardımlışı, bir kısım qeyrindaşlarının yardımlışı bilen şu Tibet hem bir kısım demokratik Xitaylar bilen şu vaxtada Allah qılışıb bir əmindək təşviqat varaqısını toldurup şu saylam günü naiti etdigende Tibet'le şu yerlerde turup taqatlı aşında qılıp biz medyada ondan təşviq varaqısı taqıtıp şu Xitay'nınki şu Richmond şəhər başlığı bulup saylanması için tirişdik. Ahırda bu mu qalbilik boldu emdi. Şu Kanada'da her yıl ahırda RIS bayamsız degендek RIS şu naiti çoğun bir musulmanlarının ki yığını bulduğanlığını bilettim. Bizden Vancouver'dan mu Uygur qeyrindaşlar ilgiri berip fakat bir tamaşaçılarının ki dersin anlaydığan bir anlıqçı sübütüde qatnaşqan şuna anlığandım bunu. Şu izlenip ben ularının ki Allah qılış adresini tepip ularla Allah qılışıp qıldım. Lekin hem de bundaq urunlar asan cevap vermeydiken ben şu tuncu qatım şu yığında sözledim. Lekin bunun ünümü yaxşı boldu. Toronto'da bir qancha yaxşı fəaliyyətlərini uğurlaşdırıb bəgən boldu musulmanlar. Bir işlər bolsa bizlərə məsələn xət yazıdığan MP'lərə. Ama şu özümüzünki imza atıdığan müştaq işlərə ulamı özünün xilalışça yardım qıldı. Şundan Allah razı olsun hörmətli Tunsagül hanım, nurgun cefalarını çektiniz, küçük balını koyap o şehir bu şehir, o devlet atlap gerçi yıkım bolsun mu Kanada bilen Amerika, yani devlettir. Mesela Allah'mış faaliyetlerini kıralıkınız için Allah sizi aman kılsın, yolunuz açık olsun. Vaktinizi bereket versin. Şu oğlumuzun her birlikte okuyatkan şu oğlumuzun okuşta neticelik bulup bir günlerde inşallah vatanımız Şarkı Türkistan'ın müstakillikini kaytırıp geliş için bir kişilik aslında koşuşun isip kılsın. Hem de yana bir yerde Washington'daki yaşlarını terbiyle, yaşlarını uğurlaştırma aşıcıgan da demek aşağı MP'ler xat yazış, aş kanunu makullaniş için demek
bir aşağıda turmuş Kanada'da şu işlerini oturup koyduğunuz hem de şu yerdeki hiç olmayan şu yerdeki 100 adam buluşun 50 buluşumu xat yazgan buluş mümkün hiç olmayan bir hayacan bilen şu vakitte demek bu Uygur kişilik hukuk kanununun maqullanışı için dünya maqullanışı da Uygurların başka milletlerin hem dünyadaki her yerdeki qeyrindaşlarının bir həssisi var deb oylayman. Allah hammalardan razı olsun. Siz doğru nurgun aktif faaliyetlerinizde çekinmeydiğinliğiniz, gaplarni vaq deyildiğin şundaq keskin mijozlaringizni davamlı anlap turimiz. Qaysi yili esimde yok Kanada'nın Prime Ministeri Trudeau Vancouver kelgan vaqtda siz bir şu qish vaqti bo'lsa kerak siz uni yozilgan bizning davoyimizni anlatimiz deb yozgan bir xitingizni uni berish jarayonida bir boshlig'i berib shuni ilish jarayonida bir bo'lgan bir vaqaliklar bor o'zingizni zaxmlantirib olgan qo'lingizni shu to'g'ri ozroq so'zlab bergan bo'lsangiz. Rahmat, men o'zimni o'zim bir qanoatdan gidib bir ish qildim deb qaramayman. Endi shunda har birimizni bir ish qilishga undayotgan shu vatanimizda jafo chekayotgan qirg'in bo'layotgan xalqimiz bu 2019 yil hamda qo'limdan sinib ketgan. Meni oldi bilan hamda shu ishlarni hamda men shunchalik bir oz bo'lsa-mu o'zim qila olgandek shunday bir ishni qilib kelganimda hamda meni qo'llab kelayotgan yo'ldoshim Tursunga rahmat deyman. Ondan başqa şu Kanada Şərqi Türkistan Cəmiyyətininki board əzaları bizninki şu Şərqi Türkistan Kanada Cəmiyyətininki rəis Tuyğun bizninki boardlar onundan keyin şu Vancouver'daki məni qollab yalğız qoydumay yalğız qoyman degan çaqırıqlığa avaz qatmay qollab kelayotgan qarindaşlarga rahmat deyman. Endi meyli kichik ish qilayli, cho'ng ish qilayli, qilgan ishimiz to'g'ri bo'lsa, niyatimiz to'g'ri bo'lsa, bizada bu shu qilgan ishimizning shu vatanimiz Sharqiy Turkistonning mustaqilligi uchun, shu da'vo uchun foydasi tegsalam bo'ldi deb qarayman. 2019-yili bu vaqtda bek esimda 2-oyning 10-kuni meningki qo'lim sinib ketgan kuni. Bu bir tasodifilik bo'ldi. Shu kuni Justin Trudeau bizning shu Kanada Vancouver'ninki Deer Lake degan yerda o'zininki bir MP'sining shu yerda saylanishi uchun maxsus kelib so'zlagan. Buni men anglagandan keyin menga MP shu xatlarni yozib qolgandan keyin bizning bir saylan bo'lgandi bu Vancouver'da. Shu yerdan chiqib tunji kuni qayoqqan yig'itini ayt qattiq yog'di u kuni. Tushdinkinde biz şu yerga men bolalarım yo'ldoshim shu yerga bordik. Men uni xatni men o'z qo'lim bilan birma deb xat tayyorlab, xatning mazmuni haqida men ozroq gap qilay. Mazmuni biz shu Uyg'urlarning vatanimizda uchrayotgan irqiy qirg'inchilik, masalan shu vatanimizda bo'layotgan shu Xitoylarning majburiy to'y qilish deymiz. Ayollar erlerge yürgüzgen şu pilalıq doğut olsun night inçkilep yazgan bir üzem tayarlagan bir xatti. Bu xatni elib konvert qilib tayyorlab shu kuni shu yerga bordik. Lekin berib hamda shu Justin Trudeau kelgicha bir saqlaydigan ishkan. Kirdigan vaqtida yo'ldoshim nemisini olibdi, o'zining ID'si yanchig'ida bo'lgan ekan. Mening somkamda hamda biz ayollar somka ko'taradigan bir ishimiz. Men uni elishni unutib qolibdim. Men bolalarni diqqat qil, u qil, bu qil deb yurib. Sonra men ID bo'lmasa sen kirmaysan, yo'ldoshim bo'lsin deb turib, berib ID'ni akilaman deb muzda shu yerda qoldi. Bir sekund ichida yuz berdi, teyilib u yerda hamda bir bizningki mush Kanadaning Prime Minister kelgandan keyin mush fire truck, ondan ambulans hammasi bo'ldi ekan. Meni shu yerda birisi yanida chaqirdi, ular kelib kirib shu qo'lim shu o'ng qo'limninki shu beg'ishi sunib men o'zimni nursiz sestra bo'lgandan keyin shu og'riqning qattiqligi qo'limning shakliga qarablam voice qo'lim sunibdi dedim. Berib
Qulamni tengib qolgandan mashinadan aydini elib, shu toki Justin Trudeau bilan kurashkicha saqlab turib, qulam tengiliq bo'lgandan meni saqchilar akirib bu kimninki qulimanda bo'libdi, oldiga o'tkil qo'yinglar deb meni eng oldiga akirib qo'ydi. Bu bir yaxshi fursat bo'ldi menga. Shuning bilan yenimda turgan bir ayol qulim tengiliq bir og'riq hamdi sungandan keyin so'g'andikin. Yordamlashib naq maydonda biz Justin Trudeau'ningki qo'llig'i berdi xatni. Keyin bu xatning uchi sekretari telefonda Justin Trudeau Vancouver kelsa yana tripladi. Yo'q, sen bilan aloqalashadi deb men xat nima lekin endi bizningki bu prime minister bir Xitoyga qarshi bir yurakli bir og'iz gap qilib boqmadi. Shu gap azroq gap qilib qo'ysimi, bir haqiqiy bir amaliy bir ish qilib boqamiz. Shuni men bu bir endi tasavvurlik shu kuni qolgan. Qo'lim sungan kuni bir narsa o'yladim. Endi vatanda shuncha azob qora qichib biz anglaymiz kirib shu gundu paylarninki urib so'nglarni sundirib o'tishi biz Uyg'urlarning odatga bir ishlab ajoyib bir hissiyot bilan anglab azoblanamiz bu ishni. Endi men o'zim nimsam bo'la bevosita og'riqni his qilgan bo'lgandan biz faqat bir yetarli ish qilolmayapmiz. İkimiz biraz hayacanlandık. İnşallah şu sizga o'xshash aktivlarimizning qilayotgan barliq faoliyatlar aşı gerçi siz şu çağdan vaydatlımadınız aşı bir hozirgi gapingiz siz da'vatsiz aşı qulamni sunug'iga rozi shu bir fursat bo'ldi shu xatni o'z qo'lim bilan beraldim xotirjam bo'ldim da'vatsiz inshaalloh mush qilgan ishlaringiz ham da'voldiki hamma sarkillarimizning qilayotgan shu faoliyatlar bilan inshaalloh shu vatandagi qan qarindoshlarimiz zulümden patron azat oluşunu umut qilamiz inşallah. Ayol kishi bo'lgandikina asan ayol bize nim bo'lamiz. Hozirgi erlarimiz ham shunday hammamiz mayli yolg'iz qolgan vaqtimiz bo'lsin, mayli bir naqshet anglagan vaqtimiz bo'lsin, mayli joy namozdagi vaqtlarimizda bo'lsin. Allohga nozik qilamiz, yig'laymiz. Xo'shal kunimiz yo'q asos jihatdan. İnşallah her bir ishning her bir ayning 15 qarang'i 15 aydan degandek bu kunlarmi bizga yiqilishib kelayotganda inshaalloh shu go'zal jonajon vatanimiz Sharqiy Turkistonning mustaqilligini qaytirib keladigan kunimiz oz qoldi deb umid qilamiz inshaalloh. Eng oxirida siz endi Kanada Sharqiy Turkiston jamiyatining muhim odamlaridan biri yani faoliyat qilayotgan Vancouver'dami her xil shu qarindoshlarimiz bir yak akilish kuch chiqargan ishlarni birlikda elib berishga kuch chiqardingiz keskin bir mijoz xarakteriniz bor buni davom etishayotgan qarindoshlardan anglaymiz mushu faoliyatlarni qilish jarayonida biz yana nurg'un ishlarni ittifoqlashib yani qilishimiz kerak zerikmay terikmay davomlashtirishimiz kerak taraflardan bir takliflarimiz bormi o'ylaganlarimiz bormi shu programmamizni vaqt sababdan oxirlashtirish oldida sizdan mush to'g'ri bir so'ragan bo'lsam albatta endi biz Uyg'urlar hozir bo'libmanda chet eldagi Uyg'ur bizdan boshqa har qanday bir millat mayli urush bo'layotgan yer bo'lsin masalan Rohingya musulmonlarining nurg'un shu millionga yaqin musulmonlar Bangladeshning yanida shunday nachar sharoitda turibdi shular bo'lsin telefonda o'zininki tuqqanlari bilan do'stlari bilan paranglasha oladi sirtda turibotgan biz hamda shunday bir fursatmi yo'q zodi shu ro'yjatdan o'zimizni nihoyatda sog'lom tutishga tirishsak yaxshi bo'ldi ekan chunki ro'y sog'lomlik bizniki shu
bəzənimizin şu sağlamlığına bevosita ta'sir ko'rsatadigan omil. Şoň Xitoy mushuni noiti tadqiqotchilar orqali bilgachga, mush chet eldagi Uyg'urlarni har xil usullar bilan bo'lish, quttiratqiliklarni paydo qilish, har xil usullarni chet eldagi Uyg'urlarni xotirjam qilg'izmaslik uchun har xil ishlarni qilib, nurg'un pullarni xarjlayotdi. Xitoyning o'sha chet eldagi Uyg'urlar tashkilotini tinch qo'ymaslik, malmon qilish, bir-birlariga o'ch qilish uchun qilayotgan shunday ishlarga solgan mablag'ning nihoyat ko'p ekanligini Amerikadagi bir doktor yozib chiqdi. Endi biz yaqinda bir bizning biz o'sha Uyg'urlarda faoliyat qilayotganlarni hujum qiladigan, shularga zarba beradigan mush ishlarni iloji bor, mush ishlarni biz to'xtatsak deb umid qilaman. Biz bir narsani unutib qolmasak bo'ldi bu yerda. Chunki shu Xitoyninki shu internet soqchilari hamma yerda bor. Lekin biz yashayotgan davlatlardagi, masalan, Amerikada deymiz, Yevropadagi deymiz, Kanadada deymiz, mush internetdagi qilayotgan ishlarimizni kuzatadigan odamlar bor. Xitoydek jiq bo'lmasimi, har qanday davlatning mushundaq odamlari bor. U yerda shu bir-birimizni tillab, bir-birimizni g'ajishib qilsak, Xitoylar buni guru deb qo'ydi. Ishni talabdi deb. Bizni shunday qilib o'yin o'ynaydi Xitoylar. Ondan boshqalarga bergan ta'sirimiz yaxshi bo'lmaydi. Ba'zi Uyg'urcha yozilgan, tillangan narsani Facebookda ko'rsanglar, shuni C translation desanglar, ba'zisining chiqadi, ba'zisining chiqmaydi. U gapni anglab, ba'zi ashta qilib qolsa, ko'ngli bak yerim bo'lgan. Bu gapni menga bizning bir MP degan demishdiki. U MPning ismi Peter Julian, NDPning adami mushu Vancouverda. Shuning ishxonasiga bir borgan vaqtida shu odam menga sizlarning Uyg'urlarga nihoyat inoq ittifoq qilib ish qilsanglar bo'ldi, lekin bir-biringlar bilan o'tmaydigan o'xshaysizlar deganda men bek hayron qolsam, men Facebookdan bir narsa ko'rsatib qo'ydi. Men de uning bu yer ismini hammani deb o'tmay yaxshi bo'lmaydi. Shuningdek dedim men buni. Undan bir namoyish ruxsat edilib, ati bo'ldi degan bir namoyish qildi. Shu vaqtda men emailni avatdim. Biz bu namoyishni xotirjam bo'l, biz we got it. Lekin biz bu namoyishning uchun biz nimalarda sosyal medyada ko'rib bo'lgan deb. Mana biz diqqat qilishimiz kerak-da biz bu yerda. Uyg'urlarda bir gap bor, qo'lsin yang ichida, bosh yerilsa, do'p ichida deydigan bir gap bor. Nurg'un narsa chiqyapti. Biz qilgan nurg'un ishlar bor hozir. Masalan, biz misolga olsak, biz Vancouverda shu Huawei'ninki bosh direktorining qizi Mingwanjuni zodi shu sot bo'lsa biz namoyish qilib shu yerda shu Amerikaga o'tkazib berishiga bir turtki bo'lish uchun buni qildik. Medialar bu yerda media night ko'pda hamda bir namoyish biz medialarni deb qildik. Shu Xitoyni texnik satlashtirish uchun medialarga bir kuch berish uchun namoyishlarni qildik. Qildigan ish nihoyat ko'p bizningki. Masalan, hech bo'lmasa biz hammamiz birlikda shu 5G degan mush narsani bir davlatdan haydab chiqarish uchun harakat qilsak, ya bo'lmasa bir Xitoyninki ashtaq gaplarni nomzodlarga qarab, qanday ideyasi bor tepib chiqib medialar bilan aloqalashib Xitoydan birasini o'sima hukumat urug'lariga kirgizsak, mushlarning hammasi biz qilishga tegishli ishlar. Masalan, H&M deymiz, bizning Uyg'urlar nihoyat jiq savdo qiladigan bozorlarning birisi. Shumo bizningki shu labor camp bizningki Uyg'urlarningki haqsiz pul o'yinida ishlatayotgan zavodlardan kelayotgan nurg'un narsalar bor H&M'da. Demakchi bo'lganim shu Made in China, hozir Xitoylar o'zgartib Made in China'ni Made in People Republic of China deganiga o'zgartib qisqartibchi. Shunalam qildi. Shularga markaga qarab narsa olishni o'rgansak, ishni o'zimizdan boshlabchi. Ishga ondan birsiga bir gap qilishdan burun men qanchalik qildim ishni. Qilgan mukarram qilgan ishni men qila oldimmi? Tuyg'un qilgan ishni men qila oldimmi? Yoki bo'lmasa yana bir odam qilgan ishni men qila oldimmi? Shuni men qilolmadim.
Hakki işi to'lab kelgan shu butun zihnimizni shu xalqimizni qutuldurishga, kamplarni taqashga, ondan nishonimiz shu Sharqiy Turkiston bizningki davlatimizni qurishga, mustaqilligimizni qo'lga keltirishga qarasak, ondan yaxshi bo'ldi deb qarayman. Rahmat vaqt chiqarib shuncha ochiq so'zlarni qilib berganingizga. Siz mush so'zingizda haliqi bir MP'ning ishxonasiga kirgan chog'da pek muhim bir dediniz. Ya'ni bu bizning o'zaro qilayotgan bu talash tortishlarimizni biz bilan qolmaydi. Buningda bir sakak bo'laydi degan bir signal beryapsiz. Ya'ni shu MP sizlar bir ittifoq bo'langlar deyotgan bu gap bir ig'ir gap. Mushuncha zulm bo'layotgan bir millat, ya'ni qanday qilib zulmni unutib bu yer o'zing qand pichoq bo'lsa degan bir gap. Inshaalloh mushu degan gaplaringizdan hammalar bir cho'chib bir o'zini bir sargaklashtirib bundan keyingi davoni yo'lida butun nafratini, g'azab nafratini Xitoy hokimiyatiga, Xitoylar qaratishga o'zgaradi deb o'ylayman. Ham shunda umid qilaman inshaalloh. Yaqinda bu Uyg'ur harakati tashkilotining bir faoliyati bor. 7-yanvar mush to'g'ri qazaq bir bergan bo'lsangiz, ya'ni butun dünya xarakteri cheklimi yo'q, ya'ni cho'ng kichik hammalar qatnashsa bo'ldi. Shuni bir azroq bir deyasangiz, andiki vaqt munosabati bilan programmamizni oxirlashtirsak. Bizning Campaign for Uygurs'un, yani Dünya Uygur Hareketi, Uygurlar Hareketi'nin şu 7. aydan 11. günü bir çoğun terbiyeleş kursu var. Bu terbiyeleş kursu 7. ayın 11. günü dediniz ha? Bu trainingda qanda qilganda target night to'g'ri masalan bir xat yozmoqchi bo'lsakmi, shu dal joyiga qilmoqchi bo'lgan ishimizningki bir maqsadiga yetish, unumini ko'rish haqida night yaxshi bir treyning bo'lmoqchi. Oldida bo'lgan treyningni qatnashganlar bek yaxshi bo'ldi. Shunda yaxshi ders oldik, qanday qilishni bildik deb bek yaxshi kommentlarni berdi. Bu treyningda endi bir bizniki oqmush Uyg'urlar uchun so'zlagan Julie ismli bir qarindishimiz bor. Bir chet ellik so'zlaydi darsni. Undan keyin bizniki nima Campaign of Uygurs'taki dara uğurlaştırdı bu faaliyetni. Endi bo'lsa shu faaliyetga butun dunyodagi Uyg'urlar, bo'libmi yoshlar, men endi yoshlarni jiqroq bir qilsak, yoshlarimizningki harakati jiq bo'lsa deb orzu qilaman. Endi bu yerda yosh qari cheklimiz yo'q. Bo'lsa butun dunyodagi shu qarindoshlar shu bir faaliyetninki uchurga diqqat qilib, vaqtida bir qatnashib, anglab, ashta qilib bersanglar. Tamam. Bu Uyg'ur harakati tashkiloti, men bir yig'in chaqirasam, Uyg'ur harakati tashkilotining 7. ayning 7. 11. kuni, ya'ni shanba kuni o'rlashtirgan, ya'ni yoshlarımızın, ayollarımızın yoki har yer o'rlashtirish, birdan-birini o'rlashtirishni o'rniga bir yerga yig'ib o'rlashtirgan xalqaroliq bir tarbiyalash kursi bor. Buningda MP'larimizga qanday xat yozamiz, internetlarni qanday qo'llanamiz degan shu mazmunda tarbiyalash kursi bor. Buningda hech qanday bir ayol, cho'ng kichik degan yosh cheklimiz yo'q. Sharoit yor bergan hammalarning qatnashishini umid qilamiz. Shunda bir naf ilib dava uchun bir hassa qo'shishni umid qilamiz. Inshaalloh 7. ayning 11. kuni, ya'ni oldimizgi shanba kuni, ya'ni vaqtini ayrim yana uqtiramiz. Mushun aktiv qatnashishni tashabbus qilamiz. Amsa hurmatli Tinsagul Matsidiq xonim, vaqtingizni ajratib bizga nurg'un foydali gaplarni ham o'zingizning qilayotgan faoliyatlari to'g'ri so'zlab berdingiz. Ko'pdan ko'p rahmat. Inshaalloh hammamizning da'vo oldidagilarning bütün dünya e'tirof qilgan tashkilotlarimizning da'volarning qilgan hamma Uyg'ur xalqining birlikda qilgan barliq faoliyatlarining unum berishni, vatanimiz Sharqiy Turkistonning o'z qo'ynimizga mustaqillikni tezroq, vatanimiz Sharqiy Turkistonning mustaqillikni tezroq qo'limizga ilishga bir kuch chiqargan bo'lishimizni umid qilaman. Inshaalloh shu kunlarmi pat yaqinda keladi inshaalloh. Amsa sizga ko'pdan ko'p rahmat. Bu programımızı ko'rgan hamma qarindoshlarimiz Allohga omonat, siz mamsa Allohga omonat. Yana ko'rishamiz. Rahmat, Allohga omonat. Allohga omonat. Yetimni çalışmakta diye yolumda
dedi kulumdur. Dedim satar mısın? O dedi yap ya.